Men Yakkabog' tumani Xo'jaobod mahallasiga yashayman. Nogiron qizimiz bor, mana ko'ring mana. Mana ko'ring. 37 kira 87-yil. Nilufar chiq qizim. Neli? To'rtta olib chiqar. İsakuyuna on parmağımdaki tırnağımda. Mavas kiydirib qo'yishdi. Yordamsiz o'tirilmaydi. Inasi ko'tarilmaydi. Inasini o'zi ikkinchi gruppa nogiron. Boshimni operatsiya bo'ldim. Ha. Onkologiyaga yotib chiqdim. Boshimdan operatsiya bo'ldim undan keyin. Bir ko'zim ko'rmaydi, bir ko'zim ham xira ko'radi. Men bu ko'zim ko'rmaydi. Mana shu qizimiz. Mana 1987-yil 27-yanvarga tug'ilgan. Bu vaqtda bir lup peshkina chiroyli chaqaloq edi. Xudoning ishi bo'ldim, bandani ishi bo'ldim. 3 oylikdan keyin Mana shunday doktorga olib bordik, temperatura qilib. Toshkentlarga olib bordik. Xitoy professor dedi. Xitoy professorga olib bordik. Inasi yotdi, men yotdim. Yillab davomiga davolatdik, baribir bir tomoni ishlamay qoldi. Doktorlardan aytdim. Gapirdi. Lekin gapiradi to'g'ri. Bunga yordam bermasak o'zi chiqolmaydi. Yordam. Hozir pensiya oladimi? Pensiya oladi, 1100 pensiya oladi. 1.100.000. 1.100.000 oladi. Lekin mahallada hech qanaqa yordam yo'q. Bir xil mahallalarga padarka, sovg'a deydi. Mayli, sovg'asi bo'lmasa bir xabar olib, anaqa qilish yo'q. Va televizorga aytadi, nogironlarga uy beryapti, yoki sovg'a beryapti, unday deydi. Hali biron marta sovg'a olganimiz yo'q. Bir marta Qodirov degan odam sayrga kelib bana produktlar berib ketuvdi. 1 kilocha makaron, go'sht berib ketuvdi. Rahmat. U shunday ehson qilgan. Bo'ldi. Men bu ham aylanib keladi. Mana ko'chalar o'ziga yarasha beradi. 37 ga kiradi. Bu ham aylanib keladi. Otabekdan bitta mashinasiga mindirdi. Mana ko'chani oqali. Buni tekis bo'lmasa yurib bo'lmaydi. Mana ko'chani oqali. Mana. Voy chiqib qo'ydi. Bu qizim ham prezident buvaga borsam, menga yangi kaliska bersa, yo'llarimiz tekis bo'lsa, men ham ko'chaga chiqim keladi deb aytadi. Odam ezilib ketadi. Farzandim bu axir. Prezident bu asfalt qilib yangi kaliska qo'ying. Katta rahmat. Mana shu yo'l 2 yil oldin yo'l bo'ldida yoqda bizlar qolib ketdik, bizlarni ko'chamiz qolib ketdi. Bachchalar maktabga o'tishga qiynaladi, bog'chaga olib borishga loy moni. Oldin yoshligimizga rezit tikaylik, hozir rezit ham yo'q. Mana shunaqa bo'yapti. Mana ko'rib turibsizlar mana. Iskori kelsa ham bu ko'cha loy ekan deb u ko'chadan aylanib keladi. Iskori ham kutamiz bizlar. Boshqa ko'chadan aylanib kelish kerak ekan. Loy bu haqiqatan ularni ham aytgani to'g'ri. Ular ham shopir odam. Yoqda yuvishga qanday qiladi? Mana bitta loyga botyapti mana. Mana. Yana qanday muammo bor bu? Yana muammomiz ko'chamiz qap-qarangi. Iskori kelsa ham topolmaydi. Ana panaliklar bor, lampochkasi yo'q, hech qachon qo'ymagan. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Shuning uchun o'zimiz ayrim odamlar o'zini sim chiqarib, o'zlari lampochka qo'yadi. Har doim pul berib yoqolmaymiz bizlar. Bizlarga mumkin emas. Har kim chiqolmaydi stilbaga. Mana shunday qap-qarang bu yerda ko'chamiz, mahallamiz. Mana shu ko'cha.